Bir. Salom qadrli tinglovchilar. Xo'p, mavzuyimiz Cisco paketi ilovasida pochta xizmati va serverini sozlash. Xo'p, biz boshladik. Qani bizga kerak bo'ladi kompyuter yoki shu notebook asoslangan bo'laveradi. Keyin bizga bitta router kerak bo'ladi. Buni 1941 olamiz, ya'ni bu shu faol ishlab turadi. Keyingisida bitta switch olamiz. Switchda oddiysini shu 2960 olsak ham ishlaveradi. Xo'p, to'g'rilab joylashtirib olamiz. Keyin bizga bitta oddiy server kerak. Oddiy serverni joylashtirib olamiz. Endi to'g'rilab joylashtirib olamiz, ya'ni chiroyliroq qilib. Bularni endi ulab chiqamiz. Ya'ni biz oddiy shu kabelda ishlatsak ham bo'laveradi, ya'ni qaysi kabel ishlashini bilmasak shu kabeldan foydalanamiz, birinchi kabeldan. Xo'p, keyingi ishimiz bularga shu IP adreslarni nomlab chiqamiz. Birinchi kompyuterimizga 10.0.0.2. Keyingi kompyuterimizga kiritib olsak 10.0.0.3. Ya'ni bu tarmog'imizda shu IP adresini beraveramiz. 10.0.0.1. Endi switchda serverimizning IP adresini kiritamiz. 192.168.1.2. Endi shu IP adres kabelimizni berib olsak, ya'ni 192.168.1.1 deb kiritib oldik. Endi qiladigan ishimiz shu o'z ekraniga qaytib olamiz. Endi routerni sozlaymiz. Routerdan config ilovasiga o'tib olamiz. Bu yerdan gigabayt internetga, ya'ni IP adres berib olamiz. Hozir kiritgan IP adreslarimizda 10.0.0.1 ilovasini bosib enter deb bo'lsak, keyin 10 ni yoqib qo'yamiz, ya'ni ishlaydi shunday ilovamiz. Keyin gigabayt internet ikkinchi nimamizga o'tib olamiz, kabelimizga, tarmog'imizga. Xo'p, 10 keyingi shu nimamizga 192 olsamiz 192 168.1.1 enter deb bosib, yana 10 ni yoqib qo'yamiz faol ishlab turishligicha. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz, ikkinchi kompyuterga o'tib olamiz. Desktop ilovasidan IP adresimizni kiritib olamiz. 10.0.0.2. Default PTV ilovamizga, ya'ni o'sha 10.0.0.1 nimamizni berib olamiz. IP adreslarimizni X ni bosib chiqib ketamiz. Endi ikkinchi kompyuterimizga ham xuddi shunday kiritib olamiz. Desktop ilovasidan IP adres, ya'ni 10.0.0.3. enter deb bosib, PTV'mizga yana o'sha 10.0.0.1 deb berib olamiz. 10.0.1. Yana X ni bosib chiqib ketamiz. Endi uchinchi qadamimiz serverga o'tib olamiz. Serverda IP adresini beramiz. 192.168.1.2. 255 nol turaveradi. Endi GTV'mizga 192.168 ni kiritib olamiz. 168.1.1.
Ya'ni bu kiritgan nimamiz, mana IP adresimiz 192.168.1.1. Endi X ni bosib chiqib ketamiz. Endi hop, kompyuterimizga o'tib olamiz. Hop, servis ilovasiga o'tib olamiz. Bu yerda mailga o'tib olamiz. Domain name'ga, ya'ni o'sha gmail.com ni kiritamiz. gmail.com setni yuboramiz. Userga user 1 deb kiritsak bo'laveradi. User 1. Passwordiga 1 2 3 deb kiritib qo'ysak bo'ladi. Keyingisiga user 2 qilib jo'natamiz, ya'ni ikkinchi shaxsimiz user 2 /o'tkazmayin yozsa ham bo'laveradi. 1 2 3. Xo'p, bu yerdan chiqib ketamiz. Endi kompyuterimizga o'tib olamiz. Kompyuterimizdan mail.com ga o'tib olamiz. mail.com dan yana bu yerda shu ismini so'rayapti. Username ga shuni o'zimiz ismini kiratsam Abbos deb kiritib ketaman. Mailga o'sha user 1 gmail.com gmail.com. Xo'p, endi server raqamimizga o'tib olsak 192 168 1 2. Ikinchi serverimizga ham xuddi shu raqamlarni kiritib olamiz. 192 168 1 2. Username ga user 1 deb kiritib olamiz. User 1. Ya'ni passwordimiz 1 2 3 edi. Ya'ni bu birinchi kompyuterlik uchun shuni kiritib olamiz. Saqlash qilamiz. Saqlab turib ikkinchi kompyuterga o'tib olamiz endi. Bundan ham xuddi shunday mailga o'tib olamizda, emailga Umidjon deb kiritib olsak, elektron nimasi email adresiga hop user 2 deb kiritib olamiz. user 2 gmail.com gmail.com server shu raqamiga 192 168 1 2. Keyingi shu hop, bu xuddi shunday bo'ladi. 192 168 1 2. Bunga endi user 2 deb kiritib olamiz. User 2 deb kiritganmiz, passwordga 1 2 3 save qilamiz, yana saqlab olamiz, bu yerdan chiqib ketamiz. Yana shu xat yuborib ko'ramiz, ilovamiz tekshirish maqsadida. Yana mailga o'tib, compose, ya'ni xat yuborishimizga o'tib olamiz. Ya'ni bu yerda shu ikkinchi kompyuterga xat yuborishimiz kerak, ya'ni uni gmail.com, ya'ni user 2 edi. User 2 deb kiritdik. User 2 gmail.com. Endi biz hop, ya'ni bunga mailda testlash olamiz, mailni testlash. Xo'p, bu yerda shu nima qilib turib, salom Umidjon deb kiritib qo'ysam bo'laveradi. Endi send qilib yuboramiz. Bu ilovamizdan chiqib ketib turib, ikkinchi kompyuterimizni tekshirib ko'ramiz. Yana shu email bo'limidan receive bo'limiga kelgan bo'ladi xabarimiz. Mana user 1 dan xabar keldi, chekib olamiz. Mana salom Umidjon deb keldi. Xo'p, endi ishlayotganligi uchun biz bunga endi reply qilib jo'natib ko'ramiz, qaytarib. Bu yerga shu salom Abbos yaxshimisiz deb jo'nataversam bo'ladi. Yana
shu send qilib jo'natamiz. Ilovamizni chiqib tekshirib ko'ramiz mailni. Receive bo'limidan keyin mana yuserkidan ko'rib turganingizdek salom opaz yaxshimisiz deb keldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturimiz ishladi faol holatda.